Otajon, qarang, Navoiy hazratlari tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz degan ekanlar. Bu nimani anglatadi? Qizim, Voy, qiz bola shuncha kitob o'qib nima ham qilardi? To'g'ri aytasiz. Undan ko'ra eriga ovqat qilishni o'rgansa bo'lmasmidi? bularga e'tibor qilma qizim. Ovqat bir oilani to'yg'izadi. Bilim butun bir millatni uyg'otadi qizim. Xo'p bo'ladi, otajon. Ota, nega boshqalar osmonni zabt etayotgan bir paytda biz hali ham orqadamiz? Chunki biz savol berishni unutdik. Savol berishni unutgan xalq esa haqiqatni topmaydi. Haqiqatni izlamagan xalq esa boshqalarning orqasidan yuradi. Nega axir? Qachongacha bunday bo'ladi? Bo'lmasam, mana men beraman o'sha savolni. Mana shu uyg'ongan millatning boshlanishi bo'ladi. Bugun men Germaniyaga ilm izlab yo'l olyapman. Balki vatanimdan uzoqqa, ammo bir kun albatta qaytaman. Qo'limda oddiy diplom emas, xalqimning kelajagini yoritadigan bilim bilan qaytaman. Mening eng katta orzuyim yurtimga xizmat qilish. Chunki ozod vatan ilm va ma'rifat bilan quriladi. Bizning bu dardimizning ham buyuk qurollari matbuot, maktab va teatrdir. Bizda bularning har qaysisi bor, lekin ular o'zlarining tarixiy vazifalarini yeriga yetkaza oladirg'on darajada emasdirlar. Har bir xalqning uyg'onish davrida g'oyat muhim o'rin tutadirg'on bu uch buyuk qurolni o'z vazifalarining ruhi bilan sug'orish bizning navbatdagi ishimizdir. Aks holda biz o'z moziyimizdan uzilib, xalqning g'urbatda qolishiga sabab bo'lurmiz. Кто это написал? Buni kim yozgan? 16 yoshli qiz. 16 yoshlimi? Ha. Unda bu yana ham xavfli. Men qilishdan qo'rqmayman. Men kitobdan qo'rqaman. Chunki kitob qullarni uyg'otadi. Bemahalda kim bo'ldi ekan? Kim kerak sizlarga? Xayrini Somajidxonova siz bo'lasizmi? Menman. Uyingizni tintish uchun orderimiz bor. Hamma yoqni tintib chiqinglar. To'xtanglar. Axir qanaqasiga? Shoshmang. Nimalar qilyapsizlar? Shoshmang. To'xtang. Narsalarga tegmang. Yo'q. Tegmanglar, yaramaslar. Tegmang, nimalar qilyapsiz? Yo'q. Yo'q, qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Yaramaslar. Tegmang narsalarimga. Tegmanglar. Qo'yib yubor. Eshikni och. Bizni kuch ishlatishga majbur qilma, eshikni och. O'zi kiringlar. Nima kerak sizga? Mendan nima xohlaysizlar? Savolni biz beramiz. Hamma joyni tintinglar. Tegmanglar. Tegmanglar, tinchmanglar. Mendan nima xohlaysizlar? Men aybim nima? Aybim Germaniyada o'qiganimmi? Iltimos, tegmanglar. Iltimos. Insofinglar bormi o'zi? Axir chaqaloqni qo'rqitib yubordim. Endi bolangning taqdiri seni qo'lingda emas. Bunaqilar yaramaslar. Otat komissar, sizga hujjatlarni topdik. Maryam Sulton Murodova, siz aksil inqilobiy faoliyatda gumon qilinasiz. Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Olinglar uni. Yo'q,
Yarım safarda hiç bo'lmasa to'g'ri ko'cha kutaylik iltimos. Chaqalog'im bilan qayerga boraman shu mahalla iltimos. Qayerda bo'lsang chaqalog'ing ham o'sha yerda bo'ladi. Olib chiqing. Maryam Sulton Murodova. Siz Parijdagi millatchilik harakatlariga bevosita aloqador bo'lgansiz. Ozod Turkiston millatchilik harakati rahnamosi bilan yaqindan hamkorlik qilgansiz, shundaymi? Men shu millatning ravnaq topishi uchun butun umrini baxshida qilgan bir jabrdiydaman. 1927-yilda Xayriniso Majidxonova bilan Parijga nimaga bordinglar? Bordik. Lekin umuman boshqa maqsad bilan. Mana bu ayblov xulosasi. Tan ol va imzo chek. Ularning bari yolg'on. Hech qachon imzo chekmayman. Agar yaxshilikcha qo'l qo'ymasang, boshqacha yo'l bilan gaplashamiz. Askar! Menga qara. Imzo chekasanmi? Imzo chekasanmi? Hech qachon. Unda chaqalog'ingni ochdan o'lishini tomosha qil. Olib kel. Anora qizim. Kim bor? Anora yig'lama qizim. Uning qorni och, iltimos chaqaloqimni menga bering. Anora yig'lama qizim. Chaqaloqni olib kelib bering, iltimos, uning qorni och. Norasida go'dakda nima gunoh? Iltimos, bolamni olib kelib bering. Insofinglar bormi o'zi? Berahmlar! Hayvonlar! Yo'qolsin. Xo'sh. Imzo chekasanmi? Imzo chekmasang chaqalog'ing ochdan o'ladi. Bu ishlarga aralashtirmang, iltimos. Uning hech qanday aybi yo'q. Jazolash kerak bo'lsa, mana meni jazolang, iltimos. Bitta imzo va bu azoblar tugaydi. Sen bo'laman. Lekin imzo chekmayman. Bu jarliging badalini qizalog'ing to'laydi. Ablaqlar! Noisoflar! Berahmlar! Sud hukm qiladi. Maryam Sulton Murodova O'zbekiston SSSR Jinoyat kodeksining 57-modda 1-qismi bilan vatanga xiyonat, harbiy va davlat sirlarini sotish, shpionajda, 58-moddasi bilan qurolli qo'zg'olonga harakatda, 64-moddasi bilan Sovet davlatiga qarshi teraktda, 67-moddasi bilan aksil inqilobiy tashkilotlarga a'zolikda aybli deb topilsa, sudlanuvchi Sulton Murodova Maryamga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Smirna! Направо! Пошли!
Живей, живей, быстрей! Быстрее, я тебе сказала! Живее! Девочки, работаем усерднее! Бери покрупнее камни, бросай их, что стоишь? Отставить разговоры! Работай, я сказала! Бери тщательнее! Вы что делаете? Встань, уйди отсюда, работай! Работайте, девочки, встали все! Встань, делай свои дела! Встала, я тебе говорю, дура! Встала! Ты не понимаешь, что ли, что я тебе говорю? İnsafing var mı o'zi? Oyog'iga bir qarama chaqlanib ketgan. Ket! Бестолочь ты! Вам всем отдых! Вы все живее идите! Смирно все! Остальные подравнялись быстро! Yok, koklamayman! Yok, koyup yuborib, koyup yubor! Yok, koyup yubor! Yok, koklamayman! Yok! Koklamayman! Yok! Yakınlaşma! Tekme! İltimas, yardım edin! Yaklaşma, Maryam Sultonmurodova yillar davomida soxta ayblovlar bilan 2 marotaba qamoqqa tashlandi. Farzandidan, oilasidan, vatanidan ayrildi. Toshkent, Qozon, Suzal qamoqxonalari va uzoq kalima surgunida og'ir mehnat hamda cheksiz azoblarni boshidan kechirdi. Ammo sinmadi. Yillar o'tib, oqlanib, nihoyat ona uyining ostonasiga qaytdi. Bu qaytish nafaqat bir ayolning, balki matonat va umidning g'alabasi edi. Ana, Siz kimsiz? seni onayman kızım. Onajon!